Demek biz nimaga intilyapmiz? Bizning bolalarimizningki kelajagi TikTok'dagi naqshlar emas, o'zimizning yana shu an'anaviy naqshlarni o'rgansin deb, shunday qo'llarni birlikda naqsh etamiz. Naqshchilar chavaqlar bo'lsin. tamamen.
yaxshi o'quvchilarimizdan biri İbrahimcan Aziz o'g'li sahnada kasbi bo'yicha pianist, muallif. Vals, maytaba. O'qimoq bu. Pek yaxshi mashq qildi. Naya bo'ldi da? Notunu bilish, asbobni bilish, sahnaga chiqish bu bek tez.